Ba'zi insonlar har tong yugurishga chiqadi. Boshqalari esa har tong shunchaki o'rnidan og'riqsiz turish uchun yillar davomida kurashadi. Bu kasallik bilan har kunni yangidan boshlashga to'g'ri keladi. Ushbu kasallik hayot sifatini sekin-asta o'g'irlaydigan dushman. Ertaga sizda qaysi belgilar bezovta qilishini oldindan aytib bera olmaysiz. Kasallik belgilari butun tana bo'ylab aylanib yuradi. Ushbu kasallik qaysi deysizmi? Bu aynan revmatoid artrit kasalligi. Revmatoid artrit bo'g'imlarda og'riq, shish va qotib qolish holatlarini keltirib chiqaradigan kasallikdir. Artrit bu bo'g'imlarning yallig'lanishi degan. Revmatoid artrit esa artritning ko'plab turlaridan biridir. Revmatoid artrit kelib chiqishining aniq sabablari ma'lum emas, ammo u avtoimmun kasallik deb yuritiladi. Bu nimani anglatadi? Avtoimmun degani insonning immun tizimini infeksiyalarga qarshi emas, aksincha o'z tanasiga qarshi hujum qilishidir. Revmatoid artrit kasalligi ayollarda erkaklarga nisbatan 2 barobar ko'p uchraydi. Shuningdek, oilada yoki yaqin qarindoshlarda bunday kasallik kuzatilishi ham kasallik rivojlanish ehtimolini oshiradi. Shunday xavf omillariga yana genetik moyillik, tamaki va alkogol mahsulotlarini iste'mol qilish, ortiqcha vazn, gepatit B, C kabi surunkali infeksiyalar borligi va albatta boshqa avtoimmun kasalliklar bo'lishi kabilar kiradi. Revmatoid artritning asosiy belgilari quyidagilarni o'z ichiga olishi mumkin. 1 oydan ortiq vaqt davomida ikki taraflama bo'g'imlardagi og'riq, bo'g'imlarda ertalab 30 daqiqadan ortiq qotib qolish hissi paydo bo'lishi, nafas olishda qiyinchilik, immun tizimi doimo aktiv bo'lish natijasida charchoq, uyqu buzilishi va hatto depressiya kuzatilishi mumkin. Shuningdek, ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, revmatoid artrit bilan og'rigan bemorlar orasida eshitish qobiliyatining pasayishi yoki quloqlarda shovqin, tinnitus holatlari ham tez-tez uchrab turadi. Revmatoid artritning tashxislash uchun yagona standart test mavjud emas. Odatda tashxis bir necha omillarga asoslanadi. Bular bemorning tibbiy tarixi, umumiy ko'rik natijalari, qon tahlili va qo'shimcha tekshiruv natijalaridir. Ba'zi hollarda revmatoid artrit tashxisini aniq qo'yish uchun bemorning holatini bir necha haftalar mobaynida kuzatish kerak bo'ladi. Revmatoid artritda imkon qadar tezroq davolanishni boshlash tavsiya etiladi. Siz revmatoid artritni davolashga ixtisoslashtirilgan shifokor, ya'ni revmatologga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Revmatoid artrit bilan yashaydigan odamlar revmatologdan tashqari yana boshqa mutaxassislar bilan ham bir vaqtda ishlashga to'g'ri kelishi mumkin. Masalan, fizioterapevt harakatlanish og'riqli bo'lsa, fizioterapevt sizga mos mashqlarni tanlashda yordam beradi. Kardiolog revmatoid artrit yurak muammolari, masalan, yurak xuruji xavfini oshiradi. Kardiolog yuragingizni kuzatib, uni sog'lomligini ta'minlashga yordam beradi. Revmatoid artrit kasalligi sizda duch kelgan bo'lsa ham, uni hayotingizni egallab olishiga yo'l qo'ymang. Muntazam faollik, shifokorlar maslahatiga amal qilish va sog'lom turmush tarzi orqali siz bu kasallikni boshqara olasiz. Tanlov har doim o'zingizda. Sog'lig'ingizga befarq bo'lmang. Siz bilan Med 36 jamoasi bo'ldi. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha salomat bo'ling.